kichkina bo'lgan ko'ylaklarimizni orqa tomon razrez обработкасini ko'rib chiqamiz. Bo'yni kichkina, lekin orqasida choki yo'q ko'ylaklarimiz bo'ladi. Shu ko'ylaklarni boshimiz kirishi uchun kengroq qilishimiz kerak. Mana bu joyini kesamiz. Hozir shuni, mana bu chetini akkuratniy обработка qilishni ko'rib o'tamiz. Bu uchun bizga mana bunaqa kosoy lentamiz kerak bo'ladi. Ikki tomoni bukilganlik bo'lsa, yana ham qulayroq. Buni bir tomon bukilganini kesib olamiz. 4 ta kesib olamiz. Buni o'lchab olamiz. 12 sm ekan. 12 sm joyigacha bir-biriga ulaymiz. O'lchagan joyimizgacha ikkovini tikib olamiz. Bunisini ham shunaqa qilib tikib olamiz. Qolgan qismini bir-biriga ulaymiz. Mana bu joyi ochiq mana. Mana bu zakrepkadan bu yoqqa, zakrepkadan bu tomonga tikib olamiz. Choki mana o'rtaga qoladi. Bu tomonga, bu tomonga. Mana bunaqa holatga keltirib oldik. Endi buni mana shu razrez joyimizga kirgizib olamiz. Endi buni 0,1 choklab chiqamiz. Mana tayyor holat. Mana bo'yin qismidagi razrez обработкасы tayyor bo'ldi. Bunaqa lyuks обработкаlarni yana rubashkalarimizni viriz joylarida, yenglardagi viriz joylarida ham ishlatsak bo'ladi.